Jandoni yangi pet saqlash va chilash usuli. Bugun ikkisini ko'ramiz. Tuqqanlar ko'pchilikning foydalan qilish uchun yuraklarni bosib taqib qo'ysizlar, yulduz belgisini bosib saqlab olg'ash ko'rsizlar. Boshqa qilganimiz attigani bir nima ish qo'shaqmaga keldi. Gart yabaslar ishtayni ochadigan ochiqchi chilg'a jando. Oldi bilan jandoni parkuz jib muvofiq uzunlikda to'rab tayyor qilib olamiz. Andi buni o'qish bilan o'g'aylab ikkita chang sayqat qo'ydim. Tuqqanlar cho'qim chang sayni unutqamizlar. Sanjang kichik laza samsaqlarni cho'ng to'rab qatib muvofiq tuz, tang nisbati oqar ochiq suvlarga qo'yib ilashtirib olamiz. Ma quti bo'ldiga qutiga tuqqanlar ichidagi ichimlikni tattiq ichib olib, aka mashloqni nimaga ishlatgan bo'ldi ekan-chu aynakka emasmi? Mahmudjonni bilmaydiganlar yo'q deyma, cho'qim qomildim bakajim bu ichimlik tuqqanlar do'konga soldiganlar 183 0902 1300 degan nomer bilan aloqalashsangizlar bo'ldi. Aka ebay navasilishni unutib qaptikanmi? Ras ustingga qo'ydimjimi? Oq to'st teri yaxshi tuqqanlar og'zini ching etib musholat to'nglatqida bir hafta turg'izimiz. Mashloq egizarik botulkaga qislar o'ngta turib almashtirib tursizlar bo'ldi-jimi tuqqanlar shunchalik mizlika ishdan ochida cho'qim saqlayapsizlar. Qishni g'amini yozdi qil deb hozir alvak jandolar qishda bacha yeb zirki ketgan vaqtda bir xaltini ap qo'rib yeslar yoz degandek mizliklayma yavaldiganga am jandoni yangi pet saqlash usulini o'rganib baqayning tuqqanlar. Har odamniki qilish usuli o'xshash bo'lmasligi mumkin, ma usulni bir saqlab qilpaqsizlar-jimi? Oldi bilan jandoni pokuz yeb o'zimiz yaxshi ko'radigan uzunlikda to'rab tayyor qilib olamiz. Andi suv qaynaganda bir qo'shiq tuz, anoriniki tunji siqim organik sig'irmaydi azariq temtib etib, jandoni 30 kut qaynatgandan keyin yarim qo'shiq yemaklik sho'ltisi jamazida qo'ymizg'u. Buni qo'yishdagi maqsad jandoni yop-yashil saqlashchimi? Yana 30 kut qaynatamiz. Agar buni 2 minutdan ortiq qaynataversak, tuqqanlar jando eriga vaqti bo'shab ketadi-jimi? Tuqqanlar mushayda qat qilayni. Am buni muzlik suvda o'tkazib suyini pak saqlayotgandan keyin achchig'i yo'q bo'lsa, anoriniki tuvan besim, tuvan temperaturada siqilgan organik sig'irmaydi azara qo'yib aralashtirib, jandoni taqtayga yetib, soya yadi 1-2 soat shamollatamiz. Ma qo'yishimizdagi maqsad tuqqanlar jando muzlab eriga vaqti chaplish qolmaydi-chu. Aka uydagi jansodimizga qarta har qatim qanchalik ishlasak shunchalik qachilab to'nglatqoniki to'nglaydigan yeriga sap to'nglatibla ishlatgan chaqda eritib ab ishlasa shunchalik qolaylik chiqarib qilsa qishinchi jandoni g'alisiga qutullar. Ma jandoyimizga 7-8 kilo bo'lqaldimi pishib chiqibdi va shipayziya shunchalik ishlik bo'pti. Mashlaq oddiy manfaatlikni o'rganishni xohlaydiganlar meni qaytavasizlar. Kunda yaxshi mazmunlarni go'zal tomdan tayyorlashni birlikda o'rganamiz. Xayr xo'sh. 来抖音极速版看视频领现金。